Slivalarimiz shu holatda mana pishib yetildi. Mana holatlari. Karbirlari juda ham katta bo'ladi bu slivamizni. Mana bir donasini uzib sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana Black Splendor. Bittasini men sizlarga mana yeb ko'rsataman. Ichi qizil bo'ladi. Qattiq bo'ladi. Rang kirganda mana qattiq bo'ladi. Boshqa leta slivaga o'xshab bu ezilib ketmaydi. Juda ham eksportbop mana holatlari. Mana o'sha mevani sizlarga ko'rinishini mana ko'rsatib beramiz. Mana ko'chatlardan ko'paytiramiz. Kimga ko'chatlardan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Black Splendor.